akalar assortiment ili объемni qaranglar, qanchalik katta объемda hozir kunda ko'p talab bo'ladigan tovarlar bor. Narxi bozordan ham arzon. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, narxlar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Nurullo akam bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Mahmud aka. Siz charchamayapsizmi? Zo'r rahmat. Bugun bir aka yangilik narxlarda, yangilik tovarlarda obzor qilib bersiz aka. To'g'risi aytamiz. Ali, misol yangilik demaylik, iloji bo'lsa, yangi narx ham demaylik. Bizga o'zi o'sha hozir hammada misol oshayotgan bo'lishi mumkin. Nimaki 6 metrli strapillarda hamma o'zi 340-350 beryapti. Misol promo olib keluvchilar shuna beryapti. Biz hozir 335 dollardan o'sha eski narxda chiqarganmiz. Iloji bo'lsa o'sha narxni sotyapmiz hozirgi kunda ham. O'zgargani yo'q narxi. Oshirganlaring yo'q sizlar. Yo'q, oshirganimiz yo'q. Endi xudo xohlasa shu narxni tugatsa, keyingi kelayotgan partiyalar qimmat chiqishi mumkin-da endi bu. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Endi bag'ini xudo xohlasa mana shu narxni sotib olsa ham yaxshi. Bo'laveradi aka. Mana akalar qancha объем, qancha kerak sizlarga mana. Kelinglar. Fura zil yuklab ketinglar. 6 metrli strapillarimiz bor bular. 14 ga 3,5. Har videoda aytaveramiz, 32 ga 14 beramiz biz buni. Real ko'rsatgan razmeri 3,5 ga 14 bo'ladi. Uzuni 6 metrli Hvaynov paroda. Bitta archa bilan sasna bor. Ali misol yel, pixta yo'q-da. Pixta yo'q. Archa bilan sasna bor buning ichida. Xo'p, bular hozir kunda chiqayotgan narxlarni Hop, kubatura narxlari 335 dollar berdi. So'm miqdori 117 ming so'm beryapmiz. 117. Agar kattaroq ob'yemda oladigan akalarimiz bo'lsa, bemalol chiqsa bo'laveradi. Sotuvchilar tirikchilikka 5 dollar skidkasi bor, 330 dollardan qilib beramiz. Dastavka masalasi-chi aka? Yo'q, dastavka xizmatimiz yo'q. Dastavka xizmatimiz. O'tib berilaveradimi, chipsa dastavka? Biz o'tib berayotgan narximiz o'zi bashli yo'lchilardan ham yaxshi tushadi o'zi. Chunki 5 dollardan bitta taxtadan o'tib bergan, shu bashli o'tib bergan taqdirimizda ham bu degani 117 ming so'm chiqarayotgan narsamiz 115 ming so'mdanga to'xtaydi har bitta taxtada. Bu degani 2 ming so'mdan skidkasi bor. U ham qanaqa kattaroq ob'yemda olayotgan akalarimiz, biz ham iloji boricha tezroq bo'shatganimiz yaxshi-da. Shuni hisobiga 330 dollardan qilib beraveramiz. Uni kattaroq ob'yemda oladigan akalarimiz aloqaga chiqsa, xudo xohlasa kelishtirib beramiz. Yana gaplashilaveradi. Endi xonadon ham ali misol 10-20 ta oladigan, iloji boricha tushirib beramiz 10-20 ta olayotgan akalarimizga ham. Agar 100 tadan o'tadigan bo'lsa, uyga narxida, ya'ni 115 ming so'm narx soqib beraveramiz. Xudo xohlasa. Bu asl 3,5 ga 14 imiz. Yana bu yerda 3,5 ga 11 ham bor. Bu ham 6 metrli. Buni ham orqasi shunaqami yo bitta mana shu yerda olib xolosmi bu? Yo'q, bundan 2 top bor bunda. 2 top bor, mana shunaqa. Birda bir 100 kubadan oshiqroq taxta bor bunda ham. Xo'p, bular hozir kunda chiqayotgan narxlar 93 ming so'm qilib beryapmiz. Bu ham xuddi shunaqa 335 dollar. Kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ob'yemda olsa 90 ming so'mdan qilib beramiz. O'taverdilar. 330 dollarga to'xtaydi, 90 ming so'mdan chiqadi. 130 dollar 90 ming. Keyin shlipiya materialimiz bor. Mana shlipiya so'rash. Bugun ham mashinadan sotdik, bir 160 tacha sotdik. Xonadonga endi. Asosan biz buni xonadonga reklama qilaveramiz. Bu nimaga o'zi aka bu? Tunukan tayiga. Tunukan tayiga rekan o'rniga shlipiya qo'yiladi. Hozir asosan bir xil odamlar 7,5 lik qo'yadi, 8 lik qo'yadi, 9 lik, 10, 11 lik sharoitiga qarab qo'yilaveradi. Endi bu 11 ga 2 lik to'liq razmerli materialimiz. Bular hozir puxtaroq bo'ladi shunda. Enliroq, dadilroq bo'ladi-da asl hisobiga. Xo'p, misol buni 40 ga tashlasa, buni 50-60 ga tashlayveradi. Soniga ozroq chiqadi, puli pashti bir xil o'tiradi. Teng keladi baribir. 7,5 lik bilan bu 11 lik bir xil tushaveradi. Mana bu enliroqda hisobiga. Bular hozir kunda 56 ming so'mdan qilib beryapmiz. Kubatura narxlari 330 dollar. 14 ligi bor, mana 70 ming so'mdan qilib beramiz 14 lik. 70 ming so'm. Xo'p, endi 4 metrliklarimiz bor. 4 metrliklarni ko'rsatib o'tib ketaveraylik bir qator. Keyin qaytishimizda o'z poytaxtalar ko'rsatamiz. Poytaxtda so'raganlarga ham bor, xudo xolasa. 4 metrli 3,5 ga 14 bor, 3,5 ga 11 bor. Hozir aka o'zi mana poytaxtda sizdan yo reka, yo strapila, yo brus, ali ko'p talab bo'ladigan vaqti bo'ladi-ku. Hozir qaysi materialni vaqti? Hozir bitta narsa deyamiz, Mahmudjon, o'zi hammada o'lgan. Ochiqda hammada suvda past. Lekin ko'p to'rayapman, strapila ko'p sizlar. Strapila asosan bag'aga hech qancha qolmadi-da. Strapila sezon boshlanadi bu. Nima, biz promo ishlaymiz. Biz asosan xonadondan ko'proq sotuvchiga sotib beramiz-da. Ashna hisobiga biz sotuvchi olib ketadi. Bir mashina 2%, 3% qilib olaveradi. Endi biz ham qayerga beramiz? Andijon, Trikotaj beramiz, Sharxon beramiz. Bag' o'zimiz Marlonda Kaminat bozori beramiz, bag' Qumtepa bozori beramiz. Shunaqa. Shunaqa, tushunarli. Xo'p, bular 14 ga 32 berayotganimiz, ya'ni to'liq razmeri 14 ga 3,5 bo'ladi.
sort bir xil bu ham Havaino Paruda. Hop, arsa bilan sasna bo'ladi. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxi 77 ming so'm qilib beryapmiz. 4 metrli. 4 metrli. Ko'proq olinsa buni ham tirikchilikka yo'li bor. Buni ham yozib o'tib kelishda beramiz. Mana 11ligi. Hop, buni 63 ming so'm qilib beryapmiz. Hozirgi kunda buni ham yozib olsa yengillatib beramiz tirikchilikda akalarga. O'zi biz aytilayotgan narxlar ham o'zi menimcha xonadon ham agar bozorga boshqa yoqqa borib so'rab surishtirsa, narxlar ancha yaxshi. Xudo xolasa. Yengilroq qilib beraveramiz iloji bo'lsa. 3 metrliklari bor, 57 ming so'mga 14 likni qilib beryapmiz. 45 ming so'mdan 11 likni beryapmiz. Bu 3 metrli. 3 metrli. Bular ham pastga chiqqancha qolmadi, o'zi sotilib bo'lyapti. Buni ustiga dalikka ham bo'ladi, yana kelib. Beradi. Buni Qo'qonga berdi o'tgan safar. Mana 14 likdan Ahmadjon. Mana 14 ga 3,5 dan Qo'qonda sotuvchi akalarimizga berdik. 330 dollar qilib berdik o'shanda ham. Kubasini. Tushunarli. Bu 11 ga 3,5 mingda hozir hunarmand akalarimiz, so'richilar akalar, so'ri bilan shug'ullanayotgan akalarimiz ishlatishyapti. Laga ishlatishyapti. Buni hozirgi kunda 45 ming so'mdan qilib beryapti. 45 ming. Endi asosan ular 9 lik bilan 10 lik ishlatardi-da. Hozir u razmer bizda yo'qligini hisobiga 11 lik bor. Endi 11 lik bilan olishyapti. Sal so'rlar ham, narxi ham oshyapti. Sal baquvvatroq ham bo'lib qolyapti. Sifatli bo'lyapti. Sifatli bo'lyapti. Ashna hisobiga 11 lik bor hozirgi kunda. Hisob bizni ko'rayotgan hunarmand akalarimiz bo'lsa, kelsa ishlarni bitkazib beramiz. 45 ming so'mdan qilib beramiz. 45 ming so'm. Siz bilan aytdi 4 metrli poltaxtalarimiz chiqdi. Ashlar ko'rsataylik bilan. Hop, bu poltaxtamiz razmeri 1.8 ga 11 beramiz. Nariyani ko'rsataylik aka. Nari tomoni, oldi tomoni mana. Orqasini ham olavering, farqi yo'q. Jarbil-marbil bo'lmaydi-da buni orqasida misol. Hali misol oldi tiniq bo'lib turib, orqasida patak. Mana aka yonlari ham. Chorqira narsa bo'ladi. Ammo butaqli variantda bo'ladi. Nolobkadan chiqmagan bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi, lekin butaqi tushib qolgan holati bo'lmaydi. Pastgani ichi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu 11 ga 1.8 berayotgan materialimiz 100% sasna bo'ladi. Xo'p, real ko'rsatgan razmeri 2 ga 11 bo'ladi. Bu tishidan keyin 1.9 ga 10 qoladi. 1.9 ga 10 qoladi. Ular so'm miqdorini 40 ming so'mdan qilib beryapmiz. 40 ming so'mdan. Buni oldingi partiyani hozir narxlar 2 ming so'mdan qo'shilib qoldi. Oldingi partiya sotgan o o'tgan yil 23 ta oxirida, 24 ta oxirida sotgan partiyamizni 27 ming so'mdan berganmiz. Xuddi shu razmerda. Hozir mana 3 mingdan qo'shilib qoldi. O'zi hamma yaxshi bilyapti narxlar oshganini. Xudo xohlasa. Iloji boricha mana hozirgi kunda bularda 40 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tirikchilikka ozmoz xayri bor. 5 dollar yana. Picha o'tib beriladi. Aka endi bitta manzilni tushuntirib bering o'zingiz. Manzilimiz har doimda aytaveramiz, mana chap qo'lingiz o'qitish yo'nalishi. O'sha yo'nalishdan aktapak yo'nalishiga qarab bir 700 metr yursa, o'ng qo'lda biz Ko'ksora savdo majmuamiz keladi. Endi bu tomoningiz o'ng qo'lingiz aktapak yo'nalishi, ya'ni Marg'ilon sentrdan kelsa, aktaparkka kelsa, svetofordan o'ngga burilishadi, 500 metr yursa, chap qo'lda biz Ko'ksora savdo majmuamiz keladi. Lokatsiyasi iloji boricha bilsak, Marg'ilonliklar o'zi yaxshi biladi. Bahodir hoji kaboblarni to'g'risida biladi. Xudo xolasa. Ekran pastga nomerlar qo'yib beramiz, Mahmudjon. Ekran pastga nomerlar qo'yyapmiz, iloji boricha u nomerda Telegram, WhatsApp hamma yo'q ishlaydi. Akamiz nomerlari bo'ladi, shunga bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Xudo xolasa kelsa ishlarni, xudo xolasa o'zim bitta bitkazib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa aka vaqtingizni oldim. Vaqtingizga rozi bo'ling, rahmat. Sizlarni salomat bo'ling.